qanday ayollar erini boy qiladi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz buni bilib olasiz. Ba'zi oilalarda pul ko'p, lekin baraka yo'q. Ba'zi oilalarda esa oddiy hayot, lekin huzur bor. Chunki rizq faqat pulda emas, rizq qalbdagi xotirjamlik holati ham. Talabi katta, xohish-isteklari katta ayol erkakni boy qiladi, chunki unga motivatsiya beradi deyshadi. Lekin bir narsani unutmaslik kerak, erkak kishi faqat bosim bilan o'smaydi. Ko'prog'ini xohlash, menga u kerak, menga bu kerak degan muhitda yashagan erkak qaysidir nuqtada charchaydi. Erkakni o'zini va uni topganini qadrlay olsak, uyda tinchlik hissini bera olsak, erkak o'zini kuchliroq, ishonchliroq his qiladi va aynan shu holatda erkak kishining salohiyati oshadi. Demak, ayol oiladagi ruhiy muhit orqali rizqni barakali bo'lishiga sabab bo'ladi. Aziz ayollar, agar siz ham sog'lom munosabatlar va ruhiy butunlikka yetishni istasangiz, 24-may kuni bo'lib o'tadigan Yangi hayot o'zagi nomli bepul onlayn vebinarimda qatnashing. Webinarda qatnashish uchun kommentariyadagi ilovani bosing.